Voy. 21 kunlik qo'zini bitta qulog'ida son sanoqsiz kana, ikkinchisida bundan ham ko'p bor. Siz bunaqasi dahshatni ko'rganmisiz? Qo'zilarni dalaga qo'yib yuborishdan oldin 21 kunligidan boshlab albatta gijja qurt parazitlarga emlab chiqarish zarur bo'ladi. Bunda bizlar it mushuklar uchun ishlatiladigan kana doridan foydalanamiz va tomozish tartibi xuddi mana shunaqa bo'ladi. Kadrni tezlashtirasiz. Quloq orqasi, quloq ichiga bir tomchi va qolgani mana shu yeriga tomizilib, terisiga tekkizilib ishqalaniladi. Ichki parazitlardan tozalash uchun esa quyidagi dori vositasidan foydalanamiz. Yosh qo'zilarga esa yagona ruxsat etilgan dori vositamiz immunoparazitdan qilinadi. Inyeksiya har 5 kunda dozasini oshirib boriladi. Hozir birinchi inyeksiyaga 0,3 atrofida qilinadi. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib va ushbu videoga bitta like bosishni unutmanglar. Ushbu videoni qo'y boqadigan do'stingizga jo'natib qo'ying.